Men yaqinda 34 yoshga kirdim va mana shu yoshimgacha shu narsani anglab yetdimki, vaqt shunchaki uchib ketyapti. Agar menda 20 yoshli Hayotullohga o'zimga 10 yil orqaga qaytib, 10 yil emas, 14 yil orqaga qaytib maslahat berish imkoni bo'lganda, aynan shu maslahatlarni unga bergan bo'lardim. Rostdan xuddi kechagidek esimda, 15 yoshimda Andijondan Toshkentga kelganlarim, litseyga 80-avtobusni kutib borganlarim va hozir ertalabim yana ham tezroq, ritmi, dinamikasi tezroq. Chunki oilam bor, uyim bor, ishim bor. Hammasiga Xudoga shukr deyman. Va siz o'ylashingiz mumkin, bu normal holat. Chunki hamma shunaqa yashayapti deb. Va bu to'g'ri. Lekin insonning fitratida doim yaxshilikka, mukammallikka intilish bor, yaxshi ma'noda. Shuning uchun ham agar menda 20 yoshli Hayotullohga maslahat berishga imkonim bo'lganda, unga aynan shu maslahatlarni bergan bo'lardim va siz ham agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu bejizga emas. Bu sizga ham qaysidir ma'nodagi znak. To'g'ri, men 20 yosh bo'lgan paytimda hozirchalik ijtimoiy tarmoqlar unchalik rivojlanmaganida, bizda faqat Odnoklassniki, Mo'mir degan narsalar bo'lardi. Lekin hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketganini hisobga oladigan bo'lsak, men o'zimga 20 yosh bo'lganimda nima maslahat bergan bo'lardim? Siz ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi videolar yoki rasmlar kimdir qayerga boribdi, har kuni Dubayga abed qilgan boribdi, Shvetsariya tog'larida dam olyapti degan narsalarni ko'rganda, men ishonmagan bo'lardim. Bu birinchidan, ikkinchidan o'zimni ularga tenglashtirmagan bo'lardim. Bilaman, bu juda ham qiyin narsa, chunki hayotimizni har kuni Instagram, Telegram, Facebook shunga o'xshagan juda ham ko'p informatsiyani consumptioni bor. Bu narsadan o'zimni saqlagan bo'lardim. Eng kamida o'zimni boshqalarga solishtirmagan bo'lardim. Chunki siz ko'rayotgan 19 yoshimda yoki 20 yoshimda K5 oldim yoki bo'lmasam ota-onamni unga yubordim, bunga yubordim. Ishoning, siz ko'rayotgan narsalarning deyarli 95% bu illyuziya. Aynan o'sha podpishchik yoki like o'sha videosi zaletet qilish uchun kerak bo'lgan, ishlatiladigan, insonlarning emotsiyalariga o'ynaydigan videolar hisoblanadi xolos. Aslida uni orqasida haqiqatni bilsangiz, tarvozingiz qo'lingizdan tushadi. Shuning uchun men o'zimni shu saneligimni ushlab turish uchun ham bu narsalarga ishonmaslikka harakat qilgan bo'lardim va o'zimni unga tenglashtirmagan bo'lardim. Ikkinchi beradigan maslahatim vaqtdan unumli foydalanish. Bilasizlarmi, 20 yoshdan 30 yoshgacha vaqtni sanab ham o'tirmaysiz. Chunki sizni yoshingiz 20 dan boshlanadi. Va siz hali ham yoshman, ko'p narsaga hali ulguraman degan mindset bo'ladi. Men hozir 34 yoshdaman. Deyarli har kunimni sanayman, har soatimni sanayman. Chunki men tushunib yetyapman, ozmi ko'pmi, 20 yoshga agar solishtiradigan bo'lsam o'zimni, vaqt juda ham tez o'tadigan narsa, lekin juda ham qadrli, noyob narsa hisoblanadi. Chunki kechagi kunimni qaytara olmayman bugun. Kecha berilgan mana 24 soat bo'lsa, uning ichida ko'p narsa qilsangiz bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, vaqtingizni unumli foydalaning va mana shu unumli foydalanishni qaysi ma'noda? 20-30 yoshda sizdan ko'pchilik unaqa katta mas'uliyat talab qilinmaydi. Mana ko'pchiligida hozir meni kuzatayotganlar, o'g'il bolalar, qiz bola bo'lsin, hali balkim turmush qurmagan bo'lsanglar kerak. Shuning uchun sizda hali mas'uliyat yo'q. Demoqchimanki, boshqa odamga mana o'g'il bolalar ko'proq uylangandan keyin oilangiz bo'ladi, oilangizga mas'ul bo'lasiz. Qizlarga ham xuddi shu gap. Turmush qurgandan keyin baribir oilaga ko'proq vaqtingiz ketadi. Shuning uchun hozir o'zingiz single bo'lgan paytingiz ko'proq o'zingizga invest qiling. Yaxshi narsalarga vaqtingizni sarflang. Aytganimdek, o'sha yangi tillar o'rganing yoki bo'lmasam o'zingizni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, iskoji von, hamma joyga urishingiz kerak. Yangi networkinglar qilish kerak, yangi tillar, yangi mashg'ulotlar. Chunki hozirgi mana 20-30 da qiladigan investitsiyangiz, xoh bu bilimni tomonidan bo'lsin yoki bo'lmasam jismoniy bo'lsin, bu ham nimalavajniy faktor hisoblanadi. Bu sizga keng kelajakda asqotadigan narsa. Chunki hozir sizda vaqt bor, ko'pchilik sizdan ko'p katta mas'uliyat talab qilmaydi, kutmaydi ham. Sizda hozirgi siz vazifangiz o'zingizga investitsiya qilish. Bu ham jismoniy tarzda bo'lsin, ham aqlan. Va oldingi bergan maslahatga davomli tarzda networking qilishdan umuman charchamang. O'zbek tilida bu g'alati eshitiladi, tanish bilish. Lekin tanish bilishni ham ijobiy tarzda topadigan bo'lsangiz, manfaatli insonlar bilan tanish bo'ladigan bo'lsangiz, ishoning sizga juda ham ko'plab eshiklarni ochadi. Mana hozir Xudoga shukr, mana 34 yoshimda, bilasizmi, to'y qilgan payti shunaqa har xil joydan odam kelgani, o'sha sizni networkingingiz, o'sha sizni mana tanish bilishingiz. Xudo har doim yuzingizni yorug' qilsin, zo'r manfaatli, qiziq bo'lgan, sizga har tomonlama yordam beradigan, siz ham ularga manfaatli bo'ladigan insonlar bilan tanishing. Chunki networkingda juda ko'p narsa hal bo'ladi. Biror o'sha qaysidir inson
sizni mana zo'r pozitsiyalarga ega bo'lishingizga ish jihatidan sababchi bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam agar siz ham o'sha aytganimdek o'zingiz ham investitsiya qilganingiz uchun foydali inson bo'lsangiz, sizga ham odamlar o'zi intiladi. Odamlar siz bilan tanishgisi keladi, gaplashgisi keladi, sizdan qanaqadir bilim olgisi yoki shunchaki oldingizda bo'lgisi keladi. Bundan zo'r, menimcha zavq bo'lmasa kerak, bundan zo'r baxt bo'lmasa kerak. Albatta buni nima deydi, kibrga berilmasdan buni xursand bo'lib, mana Xudo yuzingiz yorug' qilganiga shukr qilib yashashni bilganingizda. Xullas, networkingda gap ko'p. Va to'rtinchisi, bu kichkina odatlarni o'zingizda shakllantirish. Masalan, nimadir yedingizda, bizda juda ham afsuski ko'p uchraydigan narsa, ana ko'chada prям harakat qilib deb tupurib ketish. Mana shu narsalarni prosta o'zingizga yo'q qilishim kerak emas bu narsani. Bu chunki bu insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Bu chunki men insonman degan narsa har doim bo'lish kerak sizda. Chunki men ertaga bu yuzim bu meni hurmat qilish kerak odamlar ko'rgandan keyin siz ha bu inson sana tarbiyali, odobli inson deb bilish uchun ham hozirdan boshlashingiz kerak o'sha kichkina odatlarni. Masalan, ertaga qanaqadir salfetkani ko'chaga tashlab ketish emas, aynan borib urnaga tashlash. Chunki atrofingizdagi odamlar ham xohlaysizmi yo'qmi, ularga siz ham namuna bo'lib qolasiz. Shuning uchun ham va atrofingizga ham xuddi shunaqa odamlarni yig'ing. O'sha networkingga qaytib keladigan bo'lsak, masalan 5 ta zo'r bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha 5 ta bilan har doim aytadigan gap, aytiladigan gap, o'sha masalan 6-chi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha 5 tani o'rtachasi bo'lasiz. Krutoy, ambitsiozniy maqsadni oldiga qo'ygan bolalar, qizlar til o'rganaman, masalan chet elda o'qiyman, grantda o'qiyman yoki bo'lmasam networkinglar qilaman deydigan smeli odamlar bilan o'rtoq bo'lishga harakat qiling. Kakras keyin shulardan ham bir qaysidir ma'noda o'zingizni communityingiz paydo bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, kichkina odatlarni, yaxshi odatlarni o'zingizga ko'nikma hosil qilishda bardavom bo'ling va bu sizga keyinchalik mana mendaqa qaraganingizda asqotadi. Be bold, smallest. Bu meni sizga beradigan keyingi maslahatim. Hozir sizda qon qaynagan, metabolizm ishlagan, o'z primes, bilasizmi? Eng cho'qqi, hamma gormonlar o'ynab ketgan, paq qoladigan payt, o'shandan to'g'ri foydalaning. O'sha kuchni to'g'ri narsalarga foydalaning. Ishlating. Demoqchi bo'lganim, sizda hozir vaqt ham bor, energiya ham bor. Bizda keyin bitta narsa bor, ustanovka. Bitta narsani, masalan, bitta sohani ushlab ustasi bo'lishing kerak. To'g'ri gap. Lekin shuni bitta sohani ustasi bo'lishni anglab yetish uchun ham siz boshqa u sohani topguningizcha mana boshqa 10 ta sohani probovat qilib ko'ring. 20-30 yosh sizga ko'mak bo'ladi. Mana shu paytda siz shu narsani qilib oling. Hamma narsada, masalan, nimadir yoqyapti sizga. Deylik, men ham masalan pianino chalgim kelyapti. Chop ko'ring. Masalan, men toqqa hiking qilgim kelyapti. Shu narsani o'rgangim kelyapti. Qiling. Kim sizni to'xtatadi? Bu, конечно, legal ish bo'lsin va bu gunoh ish bo'lmasin. Demoqchi bo'lganim, yaxshi biron bir odat ko'nikma qilmoqchi bo'lsangiz, ish qilmoqchi bo'lsangiz, albatta just do it. Nike aytganidek, just do it. Prosta takano, voy, qilib ko'rsammikin, qilmasammikin? Uyatish hozir sizga umuman to'g'ri kelmaydi. Uyatish prosta siz dushmaningiz. Qanaqadir deylik, social eventga keldingiz. Ambasadorlar turibdi. Tanishgingiz kelyaptimi? Gapirgingiz kelyaptimi? Na lomon na angliyskam, na russkom borib gapiring. Uyatmang sizdan, chunki voy mo bola, mana ekan demaydi. Chunki ular biladi siz 20 yoshdasiz. 20 yoshlarda aytganimdek katta narsa kutilmaydi. Tushunyapsizmi? Hozir sizda kakraski proba payti. Proba o'zingizni xuddiki kastingdagidek his qiling. U yoqqa bosing, bu yoqqa boring. U bilan gaplashing, buni qilib ko'ring. Aytganimdek, в пределах разумного. Bu narsa в пределах дозволенного qiling, lekin обязательно qiling. Prosta tak turmang, qo'l qovushtirib, undan hech qachon hech kim yutmagan. Keyingisi urg'u bermoqchiman, yangi tillarni o'rganish. Masalan, men Andijondagi gimnaziyada o'qiganman, xudoga shukr. Ota-onam sabab ingliz tiliga ixtisoslashgan maktab. Ingliz tilim o'sha 1-sinfdan o'qigan bo'lsam, keyinchalik men Yevropaga grant yutib ketganimdan keyin bu narsa menga juda ham katta yordam berdi, ko'mak berdi. Diplomatiyada o'qigan paytimda ham meni ikkinchi tilim nemis tili edi. Yevropaga borganim uchunmi, ingliz tili va nemis tilimni rivojlantirib olishga musharraf qildi, xudoga shukr. Demoqchi bo'lganim, tillarni o'rganishdan to'xtamang. Tillar chunki sizga juda ham ko'p eshiklarni ochadi. Shu tillarning orqasidan men aytganimdek, men Yevropaning 3 ta mamlakatida o'qiganman. Italiyada, Ispaniyada, Buyuk Britaniyada. Shu joylarda yashagan bo'lsam, deyarli 20 tadan ortiq mamlakatlarga sayohat qilganman. Hammasi
shu tilni orqasidan. Til o'rganganda ham mukammal o'rganishga harakat qiling. Xohlasangiz maqtanish deb biling, xohlasangiz bir fakt deb qarang. Lekin Yevropani hamma davlatidagi insonlar ham ingliz tilini zo'r bilmaydi. Mana men ingliz tilida gapirgan paytimda yoki amerikalik yoki Buyuk Britaniyalik deb bilishgan. Men xursand bo'lardim. Demak, ingliz tilim ana выдающийся anaqa aksent bilan chiqmayapti. Masalan, ruscha hello my name is Boris bo'lib chiqmayapti. Bo'lmasam sразу Rossiyadanmi degan gap bo'lardi ular tomonidan. Zo'r narsa gapirmoqchi emasman. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, til bu ko'proq pul degani. Rostdan. Qancha ko'p til o'rgansangiz, shuncha daromadingiz ham ko'proq bo'ladi. To'g'risi. Ertaga chunki biron bir joyga topshirayotgan bo'lsangiz, kandidat masalan pozitsiyaga yozib qo'ygan. Nomzod o'zbek tili, rus tili, ingliz tili dan tashqari biror tilni bilsa, an asset deb qo'yadi. Shunga agar sizni bo'lsa, masalan deylik, ingliz tilingiz bor, rus tilingiz bor, o'zbek tilingiz bor va nemis tili yoki masalan oddiy turk tili ham bo'lsa, bu har doim sizga katta plus bo'ladi. Shuning uchun tillarni o'rganing, tillar sizga juda ham ko'p eshiklarni ochadi, xudo xolasa. Eng muhimi atrofingizga zo'r odamlarni yig'ish yoki bo'lmasam o'sha zo'r odamlar bilan doim birga bo'lish. Like-minded people krugingizni zo'r qilishga harakat qiling. Agar deylik, sizga inson manfaat keltirmayaptimi, sizga foyda keltirmayaptimi, sizga faqat zarar keltiryaptimi, yaxshisi bu inson bilan o'rtoq bo'lmang. To'g'risi, bu g'alati eshitilishi mumkin, juda qo'pol eshitilishi mumkin. Lekin agar sizga shu faqat gapi g'iybatdan chiqmaydigan, uni chaynaydigan, buni chaynaydigan, yo faqat gapiradigan, bir narsaga amal qilmaydigan inson bo'lmasa, u sizni ham o'zini botqog'iga tortib ketadi. Kerak emas unaqa narsa. Bo'lish kerak. Oqibatda mehr-oqibat o'rtoqchilikni joy-joyiga qo'yib qo'yish kerak, lekin siz o'zingizni maqsadingizdan ular chalg'itmashi kerak. Ular sizni orqaga olib ketish kerak emas. Naborot, birga lokomotiv bo'lib, faqat oldiga intiladigan insonlar bilan o'rtoq bo'lishga harakat qiling. Qisqa qilib aytsam, bu 20-30 hech qachon qaytib kelmaydi. Shuning uchun ham o'zingizni o'tga, cho'qqa uradigan paytda energiyadan, vaqtdan foydalanib qolib, faqat va faqat oldinga intiling. Bu sizga xudo xolasa 30-40 yoshingizda va undan keyin ham asqotadigan yosh hisoblanadi va zo'r fundament hisoblanadi hozir. 20 yoshli Hayotullohga va 20 yoshli hozir meni ko'rib turgan o'g'il va qizlarga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim shulardan iborat edi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, iltimos bizni like, share, kommentlar bilan xursand qiling, chunki video yana ham ko'proq odamlarga yetib borish uchun ham bizga obuna bo'ling, bizni shu tarzda qo'llab-quvvatlaysiz. Biz faqat xursand bo'lamiz va ilhomlanib yana ham ko'proq manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar va vaqtdan unumli foydalaninglar.